Hozir sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir nechta videolarni tomosha qilamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Men kutib o'tiribman, manaki. Mana shu zapravka. Soat 1dan beri kutib o'tiribman, soat 1dan beri. Umuman mana kutib o'tirib berishmadi, Food City'daman. Shalba qilaman, shalba. Iltimos, ana shu zapravkalarni ochib qo'yinglar vaqtida ochib qo'yinglar zapravkalarni. Iltimos. Prezidentdan so'rayman, Shavkat Mirziyoyev, Miroyonch, yordam qiling. Men 5 ta bolam bilan kelganman shaqqa. Zapravkani ochib qo'yinglar. Men noroziman. Food City'ning yonidaman. Food City'ning yonidaman. Ochib qo'yinglar. Boz! Yo'q. Ana chiqilib ketdi bir-biriga. Mana do'stlar, videoni birgalikda tomosha qildik. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Siz qanday fikrdasiz?